Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech hammaga. Mana bugun challenge'imizning dadamga mashina sovg'a challenge'imizning 123-kuni ekan. Nasib bo'lsa, men aynan xonamga kelib, mana shu 3 ta tuxum bo'lsa ham, mana bu non bo'lsa ham, baribir o'zim qilib yeganim, baribir xonaga olib kelib o'shani pishirib yesam, ekonom bo'ladi-da. Shunday qilib hozir kelib xonadan alohida o'sha narsani yeb yana ishga chiqib ketaman-da, xudo xolasa. Men ba'zi bir uzoqlarga ko'zim tushib qoldi. Meni menga negativ bo'ladigan insonlar kam, lekin orasida shunaqangisi ham chiqib qolyapti. Ularga bitta gapni gapirmoqchiman. Siz meni qanaqaligimni bilmaysiz. Masalan, sizni ham qanaqaligingizni bilmayman. Iltimos, hurmat saqlab, iltimos yozing, bo'lmasam negativ bildiradigan bo'lsangiz yozib o'tirmang izohlarga. Meni ota-onam biladi qanaqaligim, yaqinlarim biladi. Siz men bilan gaplashib ko'rmagansiz-ku, to'g'rimi? Yaqindan gaplashib ko'rmagansiz-ku. Nimaga yo'qda o'tirib turib, telefon orqasida fikr bildirish? Hammaga ham o'nsa, maqsadim bitta. Ota-onamni yuzini yorib qilish, ota-onam uchun yaxshi farzand bo'lish. Boshqalar uchun qanaqangi bo'lishim ahamiyati yo'q. Rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamayingizlar. Nasib bo'lsa davom etamiz. Sovib qolmasin, hozir ishga kech qolmang. Xudo xolasa taassurotlarni ulashib boraman.